tarbiyasiga doir kuchli bilimga ega bo'lish kerak. Bizning sohamiz juda ham murakkab. Nutq nuqsonlari turlarini biladigan bo'lsak va ana shu nutq nuqsonlarini bartaraf etish usullarini amaliyotga tatbiq etib bilishimiz kerak. Nutqning hosil bo'lishi va uni anatomo-fiziologik mexanizmlari qanday bo'lishi kerakligini bilib, erta yoshlikdan noto'g'ri shakllantirilganligi. Bunga demak ijtimoiy tarmoqdan foydalanish. Men bilimli logoped bo'laman. Men o'z ustozimga o'xshagan mukammal ustoz bo'laman. Men o'z kasbimning mohir ustasi bo'laman. Men o'z kasbimni mutaxassisi bo'laman. Biz bilim olishimiz uchun Buxoro psixologiya va xorijiy tillar institutida barcha sharoitlar yaratilgan. Men ustozimdek yetuk shaxs bo'laman. Men bolalarning sirdoshi bo'laman. Sifatli ta'lim olishni bizdan o'rganing. Biz ustozimizga havas qilamiz. Biz bo'lajak logopedlarmiz va bundan faxrlanamiz. Sifat va eng katta narsa adolat.